Xo'p, bu misolimizda hisoblang deyapti. Bizda birinchisida ildizli kelyapti maxraj. Ikkinchisini to'xtab turadi bu. Agar bizda hozirgi misolimizda faqatgina maxrajida ildizi bor bitta kasr kelyapti xolos. Sizda misol uchun 1 taqsim 1 minus ildizi 3 plus 1 taqsim 1 minus 2 ildizi 2 degan misollar ham kelishi mumkin. Va hokazoda ketma-ketlikda kelishi mumkin. Ularga hammasiga misol uchun maxraj berib ishlash yo'li bu qiyinroq yo'l. Ya'ni misol hozir shu misolimizda, именно shu misolimizda maxraj berib ishlashingiz mumkin, to'g'ri. Ammo lekin agar shunaqa kasrlardan bir nechta kelsa, har biriga maxraj berib chiqara olmaysiz. Endi biz nima qilamiz? Yechim nima bo'ladi desak, yechim shuni irratsionallik, shu kasrimizni irratsionallikdan qutqarishimiz kerak. Irratsionallikdan qanday qutqaramiz desak, buni hozir sizga tushuntirish uchun alohida yozib oldim. Bu misolimiz turadi. Bunisini ishlaymiz. Buni qanday ishlaymiz desak, qaraymiz. Maxrajidagi sizga kasr ildizli misol kelsa, maxrajda birinchi o'ylang. Bu 3 minus ildizi 12 3 o'rnida A o'rnida bizda formula bor edi qisqa ko'paytirishda. Esingizda bo'lsa, a kvadrat minus b kvadrat teng bo'lardi a minus b a plus b edi. Bizda qarang, bu 3 o'rnida a kelyapti, b o'rnida ildizi 12 kelyapti. Endi bizda a minus b bor ekan. A kvadrat minus b kvadratni olishimiz uchun, hosil qilishimiz uchun nima kam? Bizda a plus b kam. A plus b ni qanday yaratamiz desak, suratga ham, maxrajga ham har qanday sonni yoki har qanday ifodani ko'paytirishimiz mumkin. Bir xil bo'lish kerak lekin. Misol uchun tepaga 2, suratga 2, maxrajga 2 ko'paytirishimiz mumkin. Suratga bir xilda, surat maxrajga 3 ko'paytirish imkoniyatimiz bor. Chunki ular birgalikda tursa, qisqartirib olsangiz, hech nima o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun nimadir qo'shmoqchi bo'lsangiz kasrga, suratiga ham, maxrajiga ham ko'paytirasiz. Yoki suratini ham, maxrajini ham bir xil songa yoki bir xil ifodaga bo'lishingiz kerak. Endi biz nima qilamiz hozir desak, bizda a minus b mavjud ekan, biz a kvadrat minus b kvadratni hosil qilishimiz uchun a plus b ni hosil qilib olishimiz kerak. Endi buni hosil qilishimiz uchun suratga va maxrajga shuni plusligini ko'paytirib olishingiz kerak. 3 plus ildizi 12 ni ko'paytirib olishingiz kerak. Maxrajga ham xuddi shu 3 plus ildizi 12. Endi buni ko'paytirishimizdan maqsad nima desak, buni ko'paytirishimizdan o'zi avvalosi maqsad maxrajdagi ildizdan qutulish. Qutulsangiz sizga osonroq bo'ladi. Endi nima qilamiz? Qavslar ochib yoramiz. Bu 3 minus ildizi 12, 3 plus ildizi 12. Maxrajimiz nimaga teng bo'ldi? A kvadrat minus b kvadratiga teng bo'lyapti. Demak, a o'rnida bizda 3 edi. 3 ning kvadrati bo'ladi minus ildizi 12 ning kvadrati. Suratda nima bo'ladi? Shu tursin qavs. 3 plus ildizi 12 turadi. Endi buni yozamiz. Qavsda cho'radik. 9 plus 3 ildizi 12 taqsim. Endi 3 kvadrati 9 minus 2 bilan ildiz qisqarib ketadi-da 12 bo'ladi. Endi bu maxraj nimaga bu ko'paytirganimizdan maqsad? Mana qarang. Maxrajingiz oddiy son bo'lib qoldi. Maxrajda son tursa yechim qilishingiz oson bo'ladi. Suratda har qanday ildiz qatnashgan taqdirda ham maxrajingizni songa aylantirib olishingiz kerak. Sizda vazifangiz shu bo'lishi kerak. Endi nima qilamiz? Endi buni sal soddalashtiramiz. 9 bu bekir qavs ochibmiz, maxraj bilan qisqarar ekan. O'ziga qaytarib qo'yik. 3 plus ildizi 12 bizda 12 ning ichida 3 ko'paytiruv 4 mavjud. Shu 2 ildizi 3 ga teng. 2 ildizi 3 taqsim
9dan 12ni ayirsangiz -3 bo'ladi. 3 bilan 3 ketdi. Minus ta'sir qildirib qavsda o'chiramiz endi. -3 -2 ilzosida 3. Tushuntira oldimmi? Demak, bu kasringiz mana berilgan kasr bor-ku, hozir. Qizilda mana 3 taqsim 3 minus ilzosida 12 sizda -3 -2 ilzosida 3 ga teng ekan. So'nggi nimaga irratsionallikdan qutqarsangiz. Nimaga shunaqa chekkanimizni tushundingiz-a? Bizni mahrajimizda son qatnashishi kerak, osonlashtirish uchun misolda. Endi bizda kasr ildiz kelgani uchun biz har doim shu formuladan foydalanamiz. Ya'ni qisqa ko'paytirishdagi a kvadrat minus b kvadrat teng a minus b a plus b. Endi sizda qarang. Hozir bizda a minus b li keldi. Chunki 3 o'rnida a keldi, b o'rnida -12 keldi. Orasi manfiyda. Endi sizga a plus b ni o'zini ham berish mumkin. Xuddi shunday qilasiz. Misol uchun yechib ko'rakchi, qanday bo'lar ekan. Xo'p, 1 taqsim 1 minus ilzosida 3 1 plus ilzosida 3 berilgan bo'lsa, 1 plus ilzosida 3 1 o'rnida a o'rnida 1 kelyapti. B o'rnida ilzosida 3 kelyapti. Demak, bu a plus b niki. Bizga nima yetishmayapti? A kvadrat minus b kvadratga. A kvadrat minus b kvadrat formulasi a plus b, a minus b edi. A plus b imiz mavjud, bizga a minus b yo'q. Endi demak, a minus b ga ko'paytirib yuborishimiz kerak. Suratda ham, mahrajda ham. Endi nima qilamiz? A o'rnida a minus b ga ko'paytirib yuborsak, a o'rnida 1 kelyapti, b o'rnida ilzosida 3 kelyapti, minus bo'ladi. Suratda ham, mahrajda ham minuslikka. 1 minus ilzosida 3. Endi xo'p, teng bo'ladi. Bu tomonga yozamiz. Teng. Xo'p, suratingiz 1 minus ilzosida 3, 1 ga ko'paytirib yuborganingizda taqsim 1 minus ilzosida 3 1 plus ilzosida 3. Bu formulangiz nimaga kelishini bildik. 1 minus ilzosida 3 taqsim 1 ning kvadrati minus ilzosida 3 ning kvadrati. Endi suratingiz 1 minus ilzosida 3 taqsim 1 ning kvadrati 1 ga teng minus 2 bilan kvadrat bilan ildiz qisqarib ketsa 1 minus 3 hosil bo'ladi. Endi yozamiz mahrajni qisqartirib. 1 minus ilzosida 3 taqsim 1 dan 3 ayirsangiz -2. Tushuntira oldimmi? Mana endi bo'ldi. Sizga plusligini ham, minusligini ham aytib berdim. Mana hozir mahrajingiz plusligida a plus b edi bu. A plus b edi. A kvadrat minus b kvadrat kelish uchun a minus b ni surat mahrajiga ko'paytirib yubordik. Bunisida a minus b edi, a plus b ga ko'paytirib yubordik. Endi misolimizga qaytsak, misolimizda yechimimiz -3 -2 ilzosida 3 chiqadi. Xo'p, -3 teng qilamiz. -3 -2 ilzosida 3. 2 ilzosida 3 plus bu 3 bizda ilzosida 3 ning kvadrati bo'ladi. Bu bilan mahraj qisqarib ketadi kvadrati bilan. Bitta ilzosida 3 qoladi. Ilzosida 3 ga ilzosida 3 qo'ysangiz 2 ilzosida 3 bo'ladi. Bu teng bo'ladi. Bu bilan bu qisqarib -3 degan javob kelib chiqadi.